Qur'oni Karim olardim. Sizga 1 million so'm berilsa, uni nimaga ishlatgan bo'lardingiz? Javobini o'ylab kommentariyaga yozib turing. Ungacha biz buni odamlardan so'rab ko'ramiz. Assalomu alaykum. Sizga 1 million so'm berilsa, uni nimaga ishlatgan bo'lardingiz? Qur'oni Karim olardim. Dorilarimga ishlatardim. Oilamga ishlatardim. Xayriya, muhtoj insonni topib bersam deyman. Ehson qilardingiz. Allohning yo'lida. Shu uyimizda qurilishlarga ishlatgan bo'lardim. Men ham oilaga ishlatgan bo'lardim. Oilaga. Kam ko'stga, ro'zg'orga. O'zim uchun investitsiya qilishga. Uyga, ro'zg'orga u bir narsa mayda-chuda. Xayr ro'zg'orga, nevaralarga, Uyga, oilaga. uyga, oilaga nimaga ishlatamiz biz? Samimiy javobingiz uchun rahmat. Sizga Ali Gilasdan sovg'amiz bor. Yaxshiliklarga ishlating. Rahmat. Mana odamlarning javoblarini o'zingizlar ko'rdinglar. Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Eng ko'p layk yig'gan 3 ta kommentariy egasiga shunaqa naborlarimizdan bepulga hadya qilib yuboramiz. Sog' bo'linglar, bizdan uzoqlashmanglar.